Bu cho'ng gunohlarning eng cho'ngi. Diqqat, cho'ng gunoh emas, cho'ng gunohlarning eng cho'ngi. Bu gunohning ostimi gunoh, ustimi gunoh, oldimi gunoh, keyinimi gunoh. Bir tilamchi boyga hasad qilmaydi. Boyni yomon ko'maydi. Tilamchi o'zidan ozroq tafovati yaxshi yana bir tilamchiga hasad qiladi. İslamda cheklangan saqlanishga tegishli bir qancha ishlar bor. Masalan, yolg'on aytish, o'g'irlik qilish, tuhmat qilish, omonatga xiyonat qilish deganga o'xshagan. Bu ishlarning gunohi shu ishni qilgan vaqtda bo'ladi. Bu ishni to'xtagan hamon gunohimi to'xtaydi. Ammo gunohlar ichida yana bir turli gunoh bor. U gunohga mubtalo bo'lgan odam har vaqt gunohdan ajramaydi. Chunki u gunoh odamning qalbida hamisha bo'ladi. Eng xatarligi bu gunohga mubtalo bo'lgan odam bu gunohdan lazzatlanadigan, bu gunohni qilmasa qalbi orom topmaydigan bo'lib qoladi. Bu gunoh bir odamda bir qancha gunoh to'plashgan vaqtida shuningdan unib chiqadi. Eng xatarligi bu gunoh o'zilalla to'xtab qolmasdan yana boshqa gunohlarga ittiradi. Bu gunohning ostimi gunoh, ustimi gunoh, oldimi gunoh, keyinimi gunoh. Shuning uchun bu gunohlar javhari deb ataladi. Bu gunohni qilgan odam boshqa gunohlarni birga qilgan bo'ladi. Buningdan saqlangan odam boshqa gunohlardan saqlanib qolgan bo'ladi. U gunoh bo'lsa o'zaro bir-birimizni yomon ko'rish va o'chmanlik qilish. Undaqda nima uchun boshqalarga o'chmanlik qilamiz yoki nima uchun boshqalar bizga o'chmanlik qiladi? O'chmanlik yomon ko'rishning ostiga tuvandagi 3 xil sabab yoshirilgan bo'ladi. Birinchisi hasad. Masalan, o'zimiz bilan teng yoki o'zimizdan kichik odamdan birisi bir ishni vujudga chiqargan bo'lsa, to'g'risi Alloh taolo u odamga shu ishni qilishga muyassar qilgan bo'lsa, bizning hasdimiz qo'zg'alib ochiqimiz keladi-da, uni yomon ko'rishga boshlaymiz. Amaliyotda biz bu yerda u odamni yomon ko'rayotmaymiz, balki Allohning taqsimotini yomon ko'rayotgan bo'lamiz. Chunki u odamga shu ishni qilishga Allah muyassar qilgan, Allah muvaffaqiyat bergan. İkincisi cho'ngchilik. Biz boshqalarni layoqatsiz, o'zimizdan tuan deb qaragan vaqtida, u biz layoqatsiz deb qaragan odamlar bizga yaqin yo'lamagan ishlarni vujudga chiqarsa, biz uning qarta mansitmaslik nazari bilan qaraymiz. Agar u odam shu ishni davom qilib meng'aversa, bizning ochiqimiz keladi-da, cho'ngchiligimiz tufayli uni yomon ko'rishga boshlaymiz. Amaliyotda mush ishning o'zila bir odamning nachar ekanligiga yetarli illat. Payg'ambar alayhissalom hadisda bir odamning qarindishini tuan ko'rishi, mansitmasligi bu odamning nachar ekanligiga yetarlikdir degan. Uchinchisi menmanchilik. Biz ma'lum bir ishga o'zimizning haqli cho'qim men qilishim kerak. Boshqalarning haqqi yo'q deb qaragan vaqtimizda u ishni boshqalar qilgan hamon ular qarta bizda o'chmanlik paydo bo'ladi-da, ularni xushqoch bo'lsa-mu qassob so'ysin deganga o'xshagan har xil maqol tamsil va so'zlar bilan qamchilab ochiqimizni chiqaramiz. Ular qarta rag'bat va himmat emas, ularni tushirish va ularni e'tiborsizlashtirish uchun tirishimiz. Amaliyotda bu bizdagi menmanchilikning bir xil ifodalanish shakli. Mana bu 3 illat bizning boshqalarni yomon ko'rib qilishimiz yoki boshqalarning bizni yomon ko'rib qilishidagi asosli sabab. O'chmanlik yuqorqi illatlardan ungan bo'lish bilan birga boshqa cho'ng gunohlarga ittiradi. Masalan, agar bizda boshqalarga o'chmanlik yomon ko'rish shakllanib qolsa, shu o'chko'rgan odam qarta tuhmat qilish, so'z cho'chak taqitish, hatto u odam haqida yolg'on guvohlik berishga olib bu cho'ng gunohlarning eng cho'ngi. Diqqat, cho'ng gunoh emas, cho'ng gunohlarning eng cho'ngi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni sahobalarga ala unabbiukum bi akbaril kabair. Men sizlarga cho'ng gunohlarning eng cho'ng bilan xabar beraymi? Eng cho'ng gunoh Allohga shirk keltirish, ota-onaga osiylik qilish. Yenicha o'ltirgan payg'ambarimiz ruslanib o'tirib, diqqat, ala shahadatuz zur va qawluz zur. Shahadatuz zur va qawluz zur. Diqqat, eng cho'ng gunohlarning cho'ngi yolg'on guvohlik berish va yolg'on so'z. Yolg'on guvohlik berish va yolg'on so'zlab bir qancha qatim takrorladi. Hatto sahobalar endi bo'ldi qilsgan deb qoldi. Payg'ambarimizning bir qancha qatim takrorlashi yolg'on guvohlik berish va yolg'on so'z qilishning naqadar cho'ng gunoh ekanligini ifodalaydi. O'chmanlik o'zi bilan bo'ldi qilmay, g'ayvat, yomon gumon va har xil yo'llar bilan shu o'ch ko'rgan kishining yuz obro'yini tushirish va uningga aziyat berishga elib boradi. Amaliyotda bu ish harakatimiz qilgan amal ibodatlarimizni va Alloh yo'lidagi xizmatlarimizni ko'ydirib kul qilib o'tadi. Bir kuni payg'ambarimizga: "Ey Rasululloh, faloni ayol kechasi to'xtamay namoz o'qiydi. Kunduzi ro'zador, lekin u ayol tili orqali qo'shnisiga, ya'ni gap so'zi orqali qo'shnisiga aziyat beradi" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom nima dedi bilamsizlar? La khayra fiha hiya finnar. Uningga yaxshilik yozilmaydi. U do'zaxda dedi. Shu vaqtning o'zida yana bir ayol haqida so'raldi. Falon yerda bir ayol bor. U ayol faqat farz namozini o'qiydi. Nihoyatda oz sadiq qiladi. Lekin hech kimga aziyat bermaydi dedi. Payg'ambar alayhissalom fa hiya min ahlil janna. Bu ayol jannat ahlidir dedi.
Bo'pti, siz boshqalarni yaxshi ko'rmang, ammo nafratingizni besib, o'chmanligingizning keyni kirmay, yomonligingizdan u odamni saqlay olsangiz, bu o'zingiz qilgan sadiqaga o'xshash savobli ish bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom hadisda boshqalardan aziyatingni yiqqaning, to'sab qolganingmi o'zingga qilgan bir sadiqa bo'ladi degan. Agar sizda boshqalar qarta o'chmanlik, yomon ko'rish paydo bo'lib qolgan bo'lsa, bu illatni qalbingizning tozalashi uchun Allohdan sig'inib dilang. Agar siz men qalbimga ega bo'lolmadim desangiz, siz bu qalbingizdagi bu kasalning keyni kirib qiladigan yomonliklarga ega bo'la olasiz, kontrol qila olasiz. Endi bizni yomon ko'rgan, o'chmanlik qilgan kishiga qanday muomala qilamiz? Albatta, Qur'on Karim ko'rsatgan yo'l bilan muomala qilamiz. Qur'on Karim bizni yomon ko'rgan, o'ch ko'rgan kishi qarta qanday muomala qilishni Sura Fussilatning 34-oyatida aniq qilib ko'rsatgan. Alloh taolo idfa billati hi ahsan fa idhallazi baynaka va baynahu adavatun ka'annahu waliyyun hamim. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turgan. Agar sen shunda qilsang, sen bilan uning o'tirisida adovat bor odam xuddi sirdosh, yaqin do'stongdek bo'lib qoladi deydi. Qarmoqqa bizga yomonlik qilgan, o'chmanlik qilgan, har xil yo'llar bilan bizga aziyat bergan kishilarga yaxshilik qilish bu aqlga uyg'un emasdek, bizning tabiatimizga ziddak bilinadi. Amaliyotda bizga yomonlik qilgan odamga yaxshilik qilish kuyib turgan o'tning ustiga suv chachqanga o'xshaydi. Aksicha bizga yomonlik qildi, bizni o'chko'ydi deb biz uningga yomonlik qilsak, birinchidan bizning qalbimizdami uning qarta o'chmanlik paydo bo'ladi. Yomon ko'rish paydo bo'ladi. Shundaqla bu o'tning ustiga yog' chachqanga o'xshash ikimizning o'rtasidagi adovatni ko'paytirib o'tadi. Shuning uchun bu Qur'on ko'rsatmasi o'chmanlik, yomon ko'rish va adovat o'tini o'chirishdagi eng yaxshi usul. To'g'ri, yomonlik qilgan odamga yaxshilik qilish nihoyat tez. Shuning uchun Alloh taolo bu xislatga ega bo'lgan kishini nihoyat buyuk nasibaga ega bo'lgan deb sifatlagan. Alloh taolo shu oyatning keyinida va ma yulaqaha illa allazina sabaru va ma yulaqaha illa zu hazzin azim. Yomonlik qarta yaxshilik qilishni iborat bu buyuk xislatga faqat sabr qilguvchilar va buyuk nasiba egalarilar erisha oladi deydi. Biz yaxshi muomala qilgan taqdirdami bizni yana o'ch ko'rib, yana yomon ko'rib, har xil yo'llar bilan bizga aziyat bersa qanday qilamiz? Bu haqda masalaga bir qancha tavsiyani qilaman. Birinchisi, texmi tirishib bizni yomon ko'rgan odam bilan bizning o'tirimizdagi farqni cho'ngaytirib o'tamiz. Chunki psixologlar aytgandek, bir tilamchi boyga hasad qilmaydi, boyni yomon ko'rmaydi. Tilamchi o'zidan azroq tafovati yaxshi yana bir tilamchiga hasad qiladi. Sizga hasad qilgan, sizni yomon ko'rgan, sizga o'chmanlik qilgan kishilarning o'tirisida azroqla farq bor. Siz texmi tirishib, u farqni cho'ngaytirib olsangiz, uningki yomon ko'rish, o'chmanlik qilish doirasidan chiqib ketasiz. Ikkinchisi, bizni yomon ko'rgan kishilar bilan uchrashishni azaltamiz. Agar bir o'rinda xizmat qiladigan uchrashmaslik imkoni bo'lmasa, paranglashni azaltamiz. Chunki unda odamlar bilan paranglashgan vaqtida gap so'zimizdagi har bir ojizlik, yuchuq uning hujum qilish nishoniga aylanadi. Unda odamlar biz bilan paranglish orqali bizning ish harakatimiz, gap so'zimizning ojizlik nuqtamizni tepib, har vaqt hujum qilishga tayyor turadi. Shuning uchun unda odamlardan imkon qadar uchrashmaymiz. Agar uchrashmaslik imkoniyatimiz bo'lmasa, paranglashni azaltamiz yoki paranglashmaymiz. Uchinchisi, ular bilan ko'rishgan vaqtimizda illiq tabassum bilan ko'rishimiz. Ular bizning chiroyimizda qilgan yomonligining ta'sirini ko'rishni xohlaydi. Ruhimizni tushirib, ishdan to'xtatishni umid qiladi. Ularga asla fursat bermaymiz. To'rtinchisi, qilayotgan ishimizni yoki ular bizga aziyat berishda bahona qilgan ishni hargiz tashlamaymiz. Chunki ularning maqsadi aziyat berish orqali, har xil yo'llar bilan hujum qilish orqali qilayotgan ishimizdan voz kechish va to'xtatish. O'ziga o'xshash betalat, bikoniyaz qilish. Shuning uchun ularga qat'iy fursat bermaymiz. Beshinchisi, ularning salbiy inkaslariga aralashmaymiz, gap so'zlariga parvo qilmaymiz. O'zimizni oqlabmi yurmaymiz. Ularga yo'qqa o'xshash muomala qilamiz. Agar paranglashib qolganda bizni gap so'zlarni so'qmoqchi bo'lsa, aldirmay, siliq, udul javob beramiz. Oltinchisi, bizni yomon ko'rgan kishilarning insobiga va hidoyatiga duo qilamiz. Ularning barbod bo'lishini emas, isloh bo'lishini, tuzilishini umid qilamiz va ularning yomonligidan Allohga sig'inib panoh tilaymiz.